Kichik va o'rta biznesning jadal rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, hududlarda biznes muhitini yanada yaxshilash, sohadagi muammolarni aniqlash va bartaraf etish, tadbirkorlar taklifini o'rganish maqsadida joylarda uchrashuvlar bo'lib o'tmoqda. Respublika soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Ulug'bek Sadullayev ishtirokida Qo'shtepa tumanida ana shunday uchrashuv bo'lib o'tdi. Ochiq muloqotda so'zga chiqqanlar kichik va o'rta biznes vakillarining mamlakatimiz iqtisodiyotini yuksaltirishdagi o'rni muhim ekanligini ta'kidladilar. Bu borada tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashda keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Uchrashuvda soliq siyosatidagi yangiliklar, tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan imtiyozlar haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Prezidentimiz tomonidan kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ularga nisbatan ayrim imtiyozlar berish nazarda tutuvchi farmon qabul qilinganidan keyin soliq qo'mitasi rahbariyati tomonidan hududlarda tadbirkorlik subyektlari bilan uchrashib, ularning muammolarini o'rganish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilayotgan edi. Ochiq muloqotda tadbirkorlik subyektlari tomonidan xoh ular yuridik shaxs bo'lsin, xoh ular jismoniy shaxs bo'lsin, o'zlarini qiynab kelayotgan muammolar, shu paytgacha yechilmayotgan masalalar yuzasidan tegishlicha bahs munozaralar amalga oshirildi va rahbariyat tomonidan bu masalalar qabul qilinib, ayrimlari joyida yechilishi belgilandi va ayrimlarini shaxsiy ma'lumotlar olib qolinib, ularga tez fursatlarda javob qaytarilishi va masalalar ijobiy hal qilinishi belgilab qo'yildi. Uchrashuvda viloyatimiz shahar va tumanlarda faoliyat ko'rsatayotgan soliq tizimi xodimlari va tadbirkorlar ishtirok etdilar. Tadbirda o'zini o'zi band qilgan shaxs, yakka tartibdagi tadbirkor, kichik biznes, o'rta biznes, yirik korxona zanjiri asosida tadbirkorlik subyektlarini bosqichma-bosqich rivojlantirish, faoliyatlarini kengaytirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bundan tashqari muloqot davomida 2025-yil 1-iyuldan boshlab kichik va o'rta biznes subyektlari uchun soddalashgan ma'muriy tartib taomillarni joriy qilish borasida amalga oshiriladigan mexanizmlarga to'xtalib o'tildi. Biz tadbirkor sifatida Yozyovon tumanidan keldik. Bugun biz bilan uchrashuv avvalida soliqdagi bo'layotgan yangiliklar, imtiyozlar haqida aytib o'tildi, keyin tafsilotlar bildirildi. Biz bu yerda o'zimizni qiynab kelayotgan masalalar bo'yicha savollarimiz bor edi. Shularni aytdik. Amaliy yordam ishlarini so'raymiz dedim va ular menga amaliy yordam berishdi, o'rnida hal qilib berishdi. Mamlakatimizdagi barcha sa'y-harakatlar inson va uning manfaatlari uchun xizmat qilmoqda. Xalq roziligiga erishish esa davlat siyosatidagi bosh maqsaddir. Uchrashuvda tadbirkorlar tomonidan tushayotgan e'tirozlar to'liq o'rganib chiqildi. Uzog'i yaqin, og'iri yengil bo'lgan yurtdoshlarimiz bundan minnatdor ekanliklarini bildirdilar. Mana shu uchrashuvda men Marg'ilon Fayz savdo kompleksi nomidan qatnashdim. 24-yil avgust oyidan Qo'shtepa tumaniga o'tganmiz. Ham Marg'ilonga, ham Qo'shtepaga solig'iga, yer mulk solig'i bo'yicha to'lovlar qilindi. Endi bu to'lovlarni aniqlashtirib, kadastr bo'yicha aniqlaganimizdan keyin ortiqcha chiqqan 33 millionlik ortiqcha to'lovimizni yaqin 2 kun ichida qaytarib berishlarini aytishdi. Muloqot davomida yer va mol mulk soliqlari, kadastr, soliq imtiyozlari, soliq hisobotlarini taqdim etish, markirovkalash, ortiqcha to'lovlarni qaytarish kabi masalalar yuzasidan murojaatlar bildirildi. Aksariyati joyida hal etildi. Yechimi vaqt talab qiladigan ayrim murojaatlar bo'yicha mas'ullar biriktirilib, ijrosi nazoratga olindi.